Ananas issiq belbog' va subtropik belbog'dagi rayonlardan chiqadigan dаңлык meyvedir. Alayda xush purqi bor bo'lib, kishilarning yoqtirishiga erishgan. Agar yotoq uyingizga bir dona ananas qo'yib qo'ysangiz, uning xush purqi uy ichini qaplaydi. Ananas tarkibida vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin A, vitamin C qatorliqlar hamda temir, magniy, kaliy, natriy, kalsiy, fosfor qatorliq mineral moddalar bor. Ananasning ta'mi tatliq, tabiiy mo'tadil bo'lib, oshqozonni sog'lomlashtirib, hazm qilishga yordam berish, qizitma qaytarish, issiqni besish, maslikni yeshish, qon besimini tuvanlatish, rakka qarshi turish, talni quvvatlantirib, ich surishni to'xtatish, oshqozonni tozalab, usuzlikni besish qatorliq roli bor. Ananasning suydik ravonlashtirish roli bor. Muvaffaq miqdorda ananas yeb berganda, böbrek yog'lig'i yuqori qon besimga giribdor bo'lganlar uchun intayin foydali.